Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Parkent tumani Shampan qishlog'iga turibmiz. Salar firmasini Azim F1 degan pomidor urug'ini Jahongir akamizga berganmiz. Bu pomidorimiz haqida bir ma'lumot bersangiz Jahon aka. Hosildorligi haqiga, qattiqligi, sizga yoqqan jihatlarini aytsangiz. Bu Azim F1 pomidorini hosildorligi mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hosildorligi zo'r. Juda ham o'ta kuchli hosildorligi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Ranglari ham juda ham chiroyli kelgan. Standart. Keyin kasalga juda ham chidamli pomidor ekan. Issiqqa, boshqa viruslarga, yana boshqa kasallarga-da. Rahmat sizlarga shunchalik tavsiya qilib mana shuni berganinglar uchun. Men bunaqa pomidor solganini ko'rmagan edim. Hali gap yo'q, zo'r pomidorlarga. Urug'qa. Hurmatli dehqonlar, mana pomidorni ham uzib ko'rsatamiz. Kiprigi, qattiqligi yaxshi, hammasi. Juda ham yaxshi. Hali terilmagan. Hali terilmagan, birinchi terimagan, ko'rishingiz mumkin. 70 kunda shu darajaga keldi-da pomidor. 70 kunda pishdi mana pastda. Bu pomidorimiz aslida 65-70 kunlik hisoblanadi. 28-may kuni ekilganda. Ya'ni gibridlarning ichiga erta pishar hisoblanadi. Boshqa joylarni ham bemalol ko'rsatib bo'ladi. Hosildorligi juda ham yaxshi. Kimga shunaqa sifatli urug'lar kerak bo'lsa, bizning adresimiz Toshkent shahar Food City dehqon bozori 45-do'kon. Hozir paraglarni ko'tarib ko'rsatamiz sizlarga. Oching, любой joyda oching. Hurmatli dehqonlar, kimga shunaqa mana bitib qolgan pomidor kerak bo'lsa, mana hosili o'zini ko'tara olmaydi. Hosillarni ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi terim bo'lgani uchun ko'p joyda ko'tarib yotmaymiz. Hamma joy bir xil. Bemalol operator ko'rsatishingiz mumkin. Mana ko'ringlar hosildorligini. Realni uncha-muncha gibrid bilan raqobatlashadigan nomer 1 pomidorlardan biri. Rahmat, sog' bo'linglar. Charchamanglar.